Hamma javoblar bersa? Ha, молодец. 2015. Bu hozir standart shaklda bizlar savol. Yo'q. Standart shaklda bo'lish uchun butun qism qaysi holatda bo'lishi kerak? Mana bu 4 degani 1 bo'lishi ham mumkin degani, 9 bo'lishi ham mumkin degani va oradagi sonlar bo'lishi ham mumkin degani. Tushundingizmi hammangiz? Endi savol beraman. Bu virgulni men o'ngga tushiraymi, chapga tushiraymi? Chapga qancha tushiraymi? 3 xona tushirdim. 2,015 endi 10 darajasini chapga tushirsam, plus birlar qo'shiladimi yoki minus birlar? Plus birlar. Plus 3 bo'ladi shunda. Savob. Sanoatni ishini men ko'paytirsangizda balki bu bo'ladi. E'tibor etisizmi shuncha? Hozir bunda 3 ta nollar haq bilasiz. Virgulni 3 xona o'ngga tushirsangiz, xuddi shu narsa. Savob. Tushundingizmi? Bu savollarimiz. Kavuzda bor. 8 Mana shu sonni standart shaklda yozing dedilar. Necha xona? 16. Necha xona? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sho'rayganmi? 809. Deyarli nima ekan? 809 ko'paygan 10 usti -6. Bo'lsam kerakmi ekan bizlar shu virgul surishtirgan narsa? Demak, qaranglar. Virgul o'zini o'zi o'ng tarafga surishsa, 10 darajasini minuslar qo'shiladi. O'zini o'zi chap tarafga surishsa, pluslar qo'shiladi. Bu birinchi qoida o'rgandik, ha? Keyin ibonni o'rgandik. 10 kasrni 10 darajalarni ko'paytirsak, necha nol bo'lsa o'ngga tushadi. Bo'lingandan necha nol bo'lsa chapga tushadi. Gapga qoldimi? Ana shudagi aytilgan qoidalar yoddan chiqmasa lekin. Tushundingizmi hammangiz? Bo'ldi yozib oldim. Bilan keyingi mavzumiz 10 kasrlarni qo'shish va ayirishni o'rganamiz. 10 kasrlarni qo'shish va ayirish. Ancha ko'pchilik bilsa kerak, ha? Bilasizmi? Mana shu mavzuni maktab vaqtimizda o'qib boraman men 6-klass, 7-klass vaqtlarim ustozimiz o'rgatgan. 10 kasrga qo'shish uchun virgullarga ahamiyat ber. 10 kasrni ko'paytirish uchun virgullarga ahamiyat berma deydi. Demak, xulosa chiqaramiz. Qo'shgan davronda virgullarga qarashimiz kerak. Ko'paytirganda virgullarga qaramay turishimiz kerak. Keyin qaraysiz bu. Tamam. Masalan, 1,2 plus 0,81. Bizni qo'shishimiz kerak, to'g'rimi? Virgullarga ahamiyat berish kerak degani, virguldagida virgul tursin degani. Masalan, shu 1,2 deyman, 0,2 virguldagida virgul desam 81. Shuni qo'shishimiz kerak. Ikkidan avval bo'lishi kerak. Tushundingizmi? Mana yozib berdim biz. Qo'shgan vaqtimiz endi 1 qo'shsak 10 bu yerda 1 yoki 2 0. Tushundingizmi menimcha? Endi olishdan chiqadi. Masalan, 3,75 minus 0,891 olsun misal şu. Demek sırası 3,75'ten alaman 0,891'nin virgül tekrar virgül. Gördüğünüz zaman ama ne bulunur? İvan tarafın barısı çıkıyor. Şimdi beni iş olacak bir de çıkarttı gördüğünüzde. Zerre bunu. Bu virgül tekrar virgül dursun. En esaslı kanunumuz şu bize. Alan vaktimiz ikiden havada bulaşır. Nöden bunu yapılamam. Doğru yapayım. Sondan bilasam. 4 ok kaldı. 14'ten 9 isem 5 ok kaldı. Bir de 6 ok kaldı. Neydi? 16'dan 8 alamaz. 8 birden 3 oldu. Ana veriyor. Demek cevap 2,859. Şimdi bunu ben şuna okutup mal insan da okuma 2,859'da bu şey. Aslında tünel oldu mu? Koşu balık tünel oldu mu? Hemen sana savol. 7'den alama 0,85'ni. 7'ni bize 7,0'da barışımıza iddialım yok mu? Ayttım. Şunu alama 0,85'ni. 2'den alama. 10'dan 5 yazam. 9'dan 8 yazam. 6 bütün 15. Cümleten. Sağ yok mu? Kimde sağ olur? Hem öyle yana bakalım. Doğru köpekleş bölüşü sistem alalım. Razı mısın? Onu kesilen köpekleş. Onu kesilenlerini köpekleş ve bölüş. Farklı köpekleş şurada kenara. Murat Bey, Esat, devam et. Nadir Bey. Demek
1,2 ko'paygan 0,8 bo'lsin. Bu ustoz matnga gapdi. Ustoz matnga gapdi. Virgula qarama ko'paytiryapti. 12 ni 8 ga ko'paytirasiz, bo'ldi. 12 bilan 8 ko'paysa bilasiz, 96. Tushundingmi axir? Virgulaga necha xona bor? 1, 2. Jami nechta ekan? 2 xona ekan. Endi mana shu sonimizni 2 xona ko'paytiramiz. 1, 2. Ichida bo'ladi virgul. Bitta nima bor? Ana bo'ldi. Tushundingizmi? Qiynmagan. 1,12 ko'paygan 0,81 olsun. Virgüllar yo'qda bo'laman. 112 bilan 81 ko'rsandimi? 112 ni ko'paytiraman 81. 1 2 1 1 8 2. Buyoqdan 8 8 turadi. 8 qo'shamiz. 2 7 9 yozaman shu. 972. To'xtama jim. Virgüldagi necha xona bor? 1 2 3 4. Jami 4 xona qaytaman orqaga. Demak buni javobi javob. 10 mingdan 9 ming. Kim ko'paytirishni tushundi? Savol yo'qmi? Siz aytib bering savolingiz. Tushundingizmi? Ma'lum. Ko'paytirish ketdi. Endi bo'lisha keldik. Ha? Bu ha? Avo, ishon tarafdan turib, chapa qarab ketasiz. Endi 12 bilan bo'lish. Onu kesilen bölüş. Nima qilamiz endi? Masalan, 0,36 bölüngan 0,02 bo'lsin. 2 kilo yo'li bor-ku. 36 ga bo'lib ketadi. 2 kilo yo'li bor, shashilmam bor. 2 kilo yo'li bor. Mana bu kichkina harakat qilasizlar. Birinchi yo'li mana shu 12 oldiga o'tkazish. Mana shu 12 oldiga o'tkazinglar. 36 taqsim 100. Bu ne? 2 taqsim 100. 2 taqsim 100. Endi kasrli bo'lish olib qoldimi? Ko'paytirib. Kasrli shart bo'ladi. Ikkinchi kasrdan. Ha, birinchi kasr turadi. Ikkinchi kasr g'ondariladi. Ana jobcha. 18. Sog'lom. Qiynmagan. Endi men aynan mana shu misolni ustun shaklda ishlab beraman sizga. Durlar, başka sonu işlep verin, başka sonu işlep verin var. Mesela 0,72 bölüngen 0,8. Şunu üstü şekilde bölüşü yapamaz. Durma şunu yine keserek koyup ben ister. 72 80. Yaşatamaz mı? Doğru üstü şekilde çıkardı mı? Yine 0,72 bölüngen 0,8. Virgüllerini yok etişkeli. Bunu yok etişim için 2 kanat duruşum gerek. Bunu yok etişim için 1 kanat duruşum gerek. 2 ketdan 1 ketdan. 2. Demek 2 arasında hem 2 kanat süremizde var. Bunu 2 kanat sürsen 72 olur. Bunu 2 kanat sürsen 80 olur. Ana indi bunu var böyle. 72 içinde 80 var mı? Yok. 1 nöbiyamam, 1 nöbiyamam. Şimdi 9'dan verelim. 9 nöl, 9, 8, 72. Alsam mı sen? Demek cevap nöl bütün 9. Kime sağ? Şu 72, 8'e bak. 80'e bak mesela. 9 çıkardı bunu. Ha. Yaşın nöl bakın nöl. Eldeki nölü kop koyarız. Şimdi hem o kurulu mesleğim şunu hesap alalım. Şunu yapayım, şunu. Yine sayt verin. 36 Ama 72 9'a nasıl kurdu? 9 kurdu. 2 alan Tushundingizmi? Hamma vaqt savollarimiz bo'lmaydidan. Shuning uchun virus surishni to'g'ri aytib qo'yishimiz kerak. Yana bir misol ko'ring bo'lam. Bo'lmaymi shunisi? Şurada bir şeyler doğru çıkarmak. Endi hamma bo'lmaydi, aqshni gapingiz. Hozir altidagi nolni qo'yib beraman, tuz to'g'rimi? Hozir men shuna 0,08 qo'yib bersam borku, siz 0,8 qoladi. Tushundingizmi? Hamma o'rnida bo'lmaydi gapingiz. Shuning uchun birinchi yo'li kasr soni tutib ko'ringlar. Ikkinchi yo'li ustun shaklda virgulni surib ko'ringlar. Hamma tushundimi? Bo'ldi. Yana bir misol beraman. 0,324 bo'lingan 0,0006. Bilagilarni ko'proq nollarni qo'yib berdim. Sizga gapingizni javob berish uchun. 32406 Yine İstanbul'da var. Kaçı milyon?
Şu narsani ustun şekilde bölüp koyasizlar boshqa. Bo'ladimi? Qarang. 0.324 bo'lingan 0.0006. Men imoni virgulni yo'qotishim shuncha qana surishim kerak. 3. Buni kerak. 5. 5. 3 katdan 5 katdan. İkisinden necha qana suraman? Shuni 5 qana sursam, birinchidan aniqlaman. Tushundingizlar? Buni 5 qana sursam, bo'ldi oltinchi chiqadi. Buni borib ko'raylik shuni. Bura. Buni qarang. 32-da 6-chi martaba. 5 6 30. Pastda 24. Ikkinchi martaba 4 dan baraman. 3 ta dizlarmi? 4 kala 4 jadval bilasizlar. 24. Olsamchi? 4. Necha yil qoldi? Ana tushdik. 5000cha. 400. Qancha o'ylaganingizda hamma qayerdan buni ko'ramiz men ham. Yo'q. Hamma o'ylayapsiz shu yerga. Tushunarli bo'ldimi? Savol yo'qmi? Tushunarli. Belaram? Belaram? Yine ko'p beramiz shuni. 1.8. Shundan bo'ladi? Bo'lingan, necha qo'ydim? Endi bo'linadi o'zim qo'shaylikda. 0.2 bo'ladi. Bo'ladi shunisi. Razmizda? Necha bo'lib berdim? Birinchisini, ikkinchisini. Ya'ni kasada o'taymi, yo bo'lmasa usti shakli. Ikkinchi. Qaysini? Stol berib istaydim. Sizga aytaylik buni. Bo'ldi. 1.8 bo'lingan 0.2. Buncha qana? Buncha qana? Buncha qana? Buncha qana suraman? 3 qana. Buni ham 3 qana sur. Shuni bo'lamadimi? Tushundingizmi? Nechadan beramiz hozir? 5 dan beramiz. Ko'paydi. Shuni bo'ladimi? 1 ni qo'yib beramiz, 1 belgi qo'yamiz. Ikkinchidan beramiz, yana 5 dan beramiz. Tushundingizmi? 5 bilan ko'paysa, yana 1000 bo'ladi. Keyin olsam necha qiladi shuni? 80 ni sho'rasam bo'ladimi? 1 ni qo'yaman, ana keyin mana 4 dan beraman. Hamma tushunadi. Ana 800 bo'ladi, olsam necha chiqadi? 0 chiqadi. Savol bormi? Tushundingizmi? Endi ish bolamizda savol bor ekan, ayting. Yuqorida misol so'rabdilar. Aslında nöl sanmı nöl evet bir bütün zaman sıklıklar. Ha, bu karar. Buna sen düşünüyorlar. Hazır nöl bütün 300 metre kettem ya ki nöl bütün işarete kettem. 300 metre kettem. Ha, kette sağlık işe sağlık bu sefer katana çıkardı, bütün çıkardı. Yok bütün çıkardı. Lekin abi bunlar birden kişiler mi olsa ama bu ya kaç elinde nöl var. Bu nöl bütün 3'ten kette bu olsa, ne der dur? Yine bu nöl bütün birden vapş kişiyen sandan bu. Şuna düşünmemisiz. Nöl bütün vay bu istakarına şöyle bir buğanını çek, iberiz 6 buğanı çıktı. Takkas daha vakti üzü bilesen takkas açtı. Şöyle çünkü alt bir ses yapıyoruz. Nöl bütün 324, yeni nöl bütün 0.006. İşte takkasımız biraz doğru. Başta bütün takkas aç geldi. Den, virgül bağ, virgülden keyin karemiz. Qaysi ketdi? 3 ketdi. Bo'ldi mat bo'ldi bu ham. Tushunarli bo'ldimi? Tushundingizmi? Bu vaqt ketdi sanam bu. 0.006 bu vaqt kichkina san bu. Yana bu vaqt ketdi san. Shuni tushunamiz. Kalkulyatorda bo'lib ko'rsangiz ham shu javob chiqadi. Savol yo'qmi? Tushundingizmi? 8 ketdi. Tushunamiz.